Angliya Premier Ligasi muxlislari bormi? APL 15-turda dahshatli voqealar bo'ldi. Sensatsiyalar: Arsenal, Liverpool, Chelsea ochko yo'qotdi. Liverpool safida Muhammad Salah jamoaga qarshi, deyarli jamoaga qarshi intervyu berdi. Demak, mana shular haqida. Dastlab Arsenaldan boshlaymiz. Liverpool va Salah muammosi haqida video so'ngida bo'ladi. Arsenal 2-1 hisobida yutqazdi Aston Villaga. Unai Emery yana o'z sobiq jamoasini oyog'idan tortib qoldi. Nega yana? Chunki o'tgan mavsumning oxirida ham Unai Emery Arsenalni mag'lub etib, chempionlikdan mahrum bo'lishiga sababchilardan biri bo'lganda asosiy rolni bajargandi. Arsenal yana muammolar girdobida, sababi Gabriel Magalhaes, William Saliba, Christian Mosqueralar jamoaga yordam bera olishmadi. Katta ehtimol bilan keyingi o'yinda ham yordam bera olishmaydi va bular qatoriga endi Ricardo Calafiori ham qo'shildi. Sababi unda sariq kartochkalar ko'payib ketdi va Wolvesga qarshi o'yinda o'ynamaydi. Ketma-ket ikkinchi o'yinda Arsenal ochko yo'qotdi. Ketma-ket ikkinchi o'yinda ochko yo'qotdi. Chelsea ham Arsenalga qarshi durangdan so'ng mana endi Bournemouth bilan golsiz 0-0 durang va Chelsea ham turnir jadvalida pastlashga to'g'ri kelmoqda. Va bu ochko yo'qotishlardan Manchester City unumli foydalandi. Arsenaldan ochko tortib olgan, Liverpooldan ochko tortib olgan Sunderlandni 3-0 hisobida yanchib tashladi va turnir jadvalida ikkinchi o'ringa chiqib olib, Arsenal bilan oradagi farqni qisqartirdi. Abduqodir Husanov bu o'yinda yana zehrida qoldirildi. Shuningdek, Tottenham 2-0 hisobida g'alaba qozondi va ular ham so'nggi o'yinlardagi omadsiz bahslardan so'ng o'z muxlislarini xursand etishdi. Richarlison va Xavi Simons va nihoyat Tottenham safida gol urdi. Newcastle ham g'alaba qozondi 2-1. Muammo bo'lgani yo'q, sekin-asta Newcastle ham yuqoriga ko'tarilyapti. Liverpool esa juda dramatik o'yinni o'tkazdi Leedsga qarshi. Dastlab 2-0 yutayotgandi o'zi, keyin 2-2 bo'ldi. Soboslay 3-2 qildi, ammo uchrashuv so'ngida 90+6-daqiqada Tanaka gol urib, uchuvchi hisobidagi durang bo'lishini ta'minladi va Liverpoolda ichki muhit yaxshi emasligiga va bu muammolar ommaga ma'lum bo'lishiga sababchilardan biri bo'ldi Tanaka. Mana shu o'yinda Muhammad Salah zaxirada qoldirildi, ketma-ket 3-o'yinda zaxira. Sunderlandga qarshi o'yinda u zaxiradan maydonga tushdi, lekin baribir u asosiy tarkibda emasdi. Salahning fikricha, jamoa uni qurbon qilyapti va uni aybdor deb bilyapti. O'sha mavsum boshida Salah asosiy tarkibda o'ynadi. O'tgan mavsum dahshatli o'yin ko'rsatgan Muhammad Salah bu mavsum mana shunday sermahsullikni namoyish eta olmagani uchun jamoa uni aybdor deb ko'rsatyapti deb hisoblayapti Salah. Va aytdiki, Muhammad Salah keyingi o'yin Liverpool safidagi so'nggisi bo'lishi mumkin. Chunki keyingi o'yindan so'ng u Afrika Millatlar Kubogida ishtirok etish uchun jo'nab ketadi va aytdiki, qishda Liverpooldan ketishi mumkin, ehtimoli yo'q emas. Slot va ular orasidagi munosabat yaxshi emas va Liverpool o'zi ketma-ket 2 o'yinda g'alaba qozona olmadi. West Hamga qarshi o'yindagi 2-0 hisobidagi g'alabadan so'ng barchasi joyiga tushgandek edi, ammo yo'q, ko'ryapmizki, muammolar bor. Nima deb o'ylaysiz? Liverpoolga Salah kerakmi yoki yo'q? O'zi mana shu jamoalar holati bo'yicha siz qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring albatta.